Narsa olyapsizmi? Chiroylimi? Zo'rmi? Mana bu yerda pulingiz bormi? Shunga yetyaptimi? Yaxshisini oling. Mana ikkalasidan mana arzon bor, yaxshi bor. Ikkalasiga ham pulingiz yetyapti. Doim urg'uni va stavkani qimmatiga qiling. Chunki qimmat narsa, unutmanglar qizlar, izobiliya bu. Qimmat narsaga urg'u berganingizda, qimmat narsaga pulingizni tikkaningizda o'sha holatni sotib olasiz. Holat. Mana narsa, tovar bir xil bo'lishi mumkin, ya'ni qarashingizda, lekin sotib olganingizda holat boshqacha bo'ladi. Masalan, mana shunaqa sumkam bor, endi qimmat sumkam, juda ham qimmat sumka. Endi erim sovg'a qilganda, men u sumka bilan yurganda, mana har gal uni olganda holat sirazu o'zgaradi. 180. Sirazu holatni o'zi izobiliyasi bo'ladi-da. U yerda ustingizda nima bo'lishidan qat'iy nazar bitta shu sumka holatni dahshat qilib qo'yadi. Shuning uchun agar qancha ko'p hozir o'zingizga mana rast hayotga deyapmizmi? Bormi tanlov huquqi? Bormi yetyaptimi pulingiz? Yaxshisiga deysiz. Yaxshisini tanlaysiz.